Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli huzur görüşler. İslam ve Biz programımızın 100. bölümünü görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz elbette uzundan buyan, yıllardan buyan devam kılvatımız. Her hafta şu saatte devam kılvatkan bu programımız. Xilma-xil temalar bilen bugünkü günümüzge keldik. Rabbimning Allah'ның rahmeti bilen xilma-xil temalarda dinimizde her bir Müslüman çuqum delil ispat asasida düşünüşü gerek bolgan temalarni ayeti tefsili halette düşünüşke tirişip keldik. Buncha zaman devam kılgan bu programlarımız inşallah elbette sizlerden nurgun güzel inkaslar kelgen boldu hazırgacha programlarımızı yaxshi ko'rib paydalanıp kelyapsizlar. Bundan keyin ve bundan burun elbette bu kaçan bolsa her bir Müslümanın hayatida davamlıq özü uçurgan muşu sözlengen temalarni har qandaqqa darhal xalqa vaqtida qaytib berib yoki boshqalarga tavsiya qilib paydalana oladigan shaklda qanimizda turibdi. Allah her bir anlığanlarımızga, bilgilerimizge amal qilish ne'matini ato qilishini tüvençik bilen so'raymiz elbette. Bir programının 100 qismgacha devam kılıp kelişimi asan emas elbette. İzchil holatda devam qilib keldik. Alayda bir ahvol bo'lmasa her hafta huzuringizda bo'lib keldik. Bugun faqat arada bir heyet münasibetlen azraq bir qancha hafta to'xtab qolgan bo'ldi. Yana davomlashtirib bugun 100. qismida turibdik. İnşallah Allah ömür bersa bundan keyin yana xilma-xil temalarni sunishga devam qilamiz. Bugünkü şundaqla programımızın daimlik aziz mehmini hammalar tanışıp bolgan hürmetli Ustaz Şarq Türkistan Ölümalar Birligi a'zosi şundaqla Dünya Müslüman Alimlar Birligi a'zosi Abdurrahman Jamal Kashqari'ni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif berganligi uchun ko'p rahmat etamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy ushtur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savol bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugun ham e'lonimizda bergandek to'xtalgan temamiz islom, aqida va shariat atalg'ulari haqida. Elbette biz buncha so'zlangan bu qismlar ichida bu temalarni ayrim holatda navbat kelganda so'zlab o'tilgan bo'ldi. Bugun ayrim bir shaklda bu hayotimizdagi eng zich davomli holatda biz bilan birga hayotimizning ichida bo'lgan buni ayrim bu atalg'ularni qanday tushunish kerakligi haqida bir tema qilaylik deb o'ltiribdik. Ustoz, unda bo'lsa bevosita kirib kelsak, islom dini qandaq din degan savolga kiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz bu temada öz programma kıldık. Bunun İslam hakkında, İslam'daki dairesi, etrafları hakkında toxtaldık. Yanılam İslam hakkında toxtalışçılık nurgulluğun temalar mevcut. Şun başka temalar kirişe ilgili birinci temada toxtalgan temini qısqacha yoki o'z temaninki xulolasini bir qator eskartish to'g'ri keldi. İslam dini Muhammed alayhissalom orqali aql egallarini yoki aqli sog'lom bo'lgan insonlarni dunyo oxiratdek yaxshilikqa yetaklash uchun qo'yilgan ilohiy ko'rsatmadan iborat. Bu din İnsan hayatınınki dünyalıqıga yoki ahiretlikiga tabi her qandaq bir taraf bo'lsa, uni retki selish, tartibga selish yoki intizom selish uchun kelgan mukammal universal bir dindir. Xo'sh. Muhammed alayhissalom olib kelgan Qur'on sunnatda tasvirlangan bu din bir butun din bo'lib, ya'ni hayotning metodi bo'lib yoki hayotning yo'l xaritasi bo'lib, yoki hayotni bir bütün o'z ichiga olgan din bo'lib, parchalanishni qabul qilmaydi. Bo'linishni qabul qilmaydi. Chunki bu din inson hayotining ruhiy tarafini o'z ichiga oladi, aqliy tarafini o'z ichiga oladi, fikriy tarafini o'z ichiga oladi, ibodat, axloq tarafini o'z ichiga oladi, tarbiya, jihad, kurash, zolim qarshi turish tarafini o'z ichiga oladi. Shuningdek ijtimoiy
iqtisodiy, siyosiy, harbiy taraflarini o'z ichiga olgan bir dindir. Yani barliq insoniyat uchun kelgan bu din insonning aqliga uyg'un. İnsanın karakterine uygun. Hoş. Bu din insan hayatının ki meyli maddi manevi tarafı olsun, meyli ruhi akli tarafı olsun, ya ki vicdani stili tarafı olsun, ya ki şahsi ve ictimai tarafı olsun, bu taraftaki menfaatlerini işe aşırı için kelgen dindir. İslam dininin hulasılığa vaxtıda insan hayatının ki barlıq taraftaki payda menfaatlerini işe aşırış ve ziyanının ki aldığını eriş için kelgen dindir. Bu dinin ki kısaca tanıştırılış. Şunun için İslam dini insan hayatının qaysi bir tarafida bo'lib qolsin, hidayetden mahrum bo'lib qolish qalmaydi. Yani aqidada hidayet topgandek, ibadette hidayet kirganda, ahlaki tarafda hidayet kirganda, bununki fikir tasavvur jihatdan hidayet kirishini, siyasi ko'rish yoki siyosiy falsafada hidayet kirishini, davlat boshqarish, jamiyat idora qilishdimi hidayet kirishini, iqtisod taraqqiy qildirish, mablag' solish degan o'xshi bu sohadimi hidayet kirishini xohlaydi, tashabbus qildi, ham shunga buyuradi. Bu sebepten İslam dini insanın hayatının yerimini mescitke, yerimini devlet taşıp koymadı. Yani mescitken çağda ruhi tarafınlarını kandıranlar, cemiyet çıkan vaxtlarda sizlerden fikirlerini, aklınlarını, tasavvurlarını, iqtisadi muamelelerini, soğut setkinlerini, ya siyasetlerini devlet toşkulsun, ya ki teşvikat idare kılsın, ya cemiyet idare kılsın, bunun arlaşmasın demeydi. Bu İslam'daki mahit. Ama afsuski bugünkü Müslümanlar 100 yılının mabeynide başkalarının İslam'ı özlüksiz hücum kılışı, İslam doğrusu her xil şubihi gumallarını taqitish neticesinde İslam bilen İslam'ın prensiplerini, İslam'ın ictimai hayat bilen boğan münasebetini ayırıdığan bir xil halet şekillenip kaldı. Xuddi başkalar bu sizler İslam'ın mescidilam juğulanlar, ruhi tarafkilam ko'ngil bo'linglar, ruhani tarafga ahamiyat beringlar, ama uningdan boshqa moddiy taraf, jamiyat, davlat, iqtisod, taraqqiyot, madaniyat, falsafa, siyoset degandek bunda taraflarga ahamiyat bermasanlar bo'ladi degan o'sha aynda ang'i musulmonlar his qilmay, yoki diqqat qilmay buna kirib qolmoqda. Ammo amaliyotda islom dini buni rad qildi. Yani Müslümanın yerim hayatının mescid hayatı bilen, yerim hayatının ki mescidden ekşe, başka bir akım bilen, başka bir fikir bilen, başka bir felsefe bilen, başka bir göz etme bilen menşide İslam dini onu kabul kılmaydı. Bu din itikat olsun, itikat tasavvurda olsun, ya ki ibadet, yürüyüş duruşta olsun, ya ki kanun tüzüm tarafı olsun, ya ki fikir tuygusu da olsun, ya ki olmasa ruhi maddi tarafta olsun, ya ki nemollik bilen reallik hayatı olsun, ya ki şahsi ve ictimai kollektiv hayatı olup kalsın, qaysi bir basqıçta olsun, qaysi bir sahada olup kalsın, o'ttir hallıqını tashabbus qil. O'ttir hal yol tutuşunu targ'ib qil. Dinning xarakteri şu. İnsanın karakteri uygun kilish tarafımışadı. Bu İslam'ın o'ttir hallıqı aqida tarafdan ba, ibadet tarafdan ba, ahlak tarafdan ba, kanun tuzum tarafida, maddi ruhi tarafida, şahsi kollektiv taraf her bir taraf qarsa o'ttir hallıqqa chiqib turdi. Bu İslam'ın karakteri. Şuna İslam bununla tashabbus qil. Bu İslam dini bir bütün bir din. Şunun için bu İslam'da akide bilen stil, yoki yürüyüş duruş ayrılmaydı. İman bilen iqtisod ayrılmaydı. Vahiy bilen akıl ayrılmaydı. Din bilen devlet ayrılmaydı. Siyaset bilen ahlak ayrılmaydı. Şahsi hayat bilen ictimai hayat yoki aile hayatı ayrılmaydı. Hoş. Yoki ayrışni qabul qilmaydi. Bu din dünyanın haqqini ve ahiretning haqqini tang bilishga tashabbus qildi. Xuddi ba'zilar tushunib olgandek, bu dünya
kafirning jannati musulmonning turmushi deydi, unda nazariya yo'q. Xo'sh. Uni to'g'ri tushunmaydi. Ya'ni sen oxiratni unutib qolib dunyoga tushsan, jannat yashagandek bo'lsan, oxiratda tamoman mahrum bo'lsan degan gap. Ammo islomning buni qaratgan ko'rsatmasida dunyoning haqqini joyida va oxiratning haqqini joyida ikkisini teng tutib mang deydi. Shuning uchun islom dinimiz bir insonning tarki dunyo bo'ldim deb dunyodan tamoman voz kechishini islomdagi har turli ko'z qarashlari yoki tuzumlarga rioya qilmasligini, madaniyat yaratish, taraqqiy qilish, gullantirish qo'sh bunday ishlarga ahamiyat bermasligini islom dini to'g'ri deb qaramaydi. Xo'sh. Chunki bu dunyo musulmonninki oxiratda jannat kirishining yoki do'zax kirishining maydoni. Bu dunyo oxiratda natija qozonishninki yoki bo'lmagan bo'lsa mag'lub bo'lishning maydoni. Shu bu maydonda kim yaxshi ish qilsa, kim ko'plab harakat qilsa, kim o'zining ustiga tushgan majburiyatni joyida ado qilsa, oxiratda utib chiqa oladi, g'alaba qila oladi. Agar bu dunyoda tarki dunyo bo'lib, masjidgacha masjid hayotlan bo'lsin deb siyosatni boshqaga qo'yib bersa, oila hayoti bo'lsin deb jamiyatni, tashviqotni va istiqbolni boshqaga qo'yib bersa, bugun qo'shib mahkumlik uchunmi? Natijada mahkum bo'lgan bir millat, qulluqqa duch kelgan bir millat aqidasiga mega bo'lanmaydi, ibodatiga mega bo'lanmaydi, axloqiga mega bo'lanmaydi, janiga mega bo'lanmaydi, huquqiga mega bo'lanmaydi. Bu millat qanday bo'lib jannatda g'albiga erishadi? Qanday bo'lib oxirat g'albiga erishadi? Bu dunyo oxiratda natija qozonishning eng chong maydoni. Musobaqalashadigan maydon. Shuning uchun islom dini bu dunyoda sizlar yaxshi ishlarda raqobatlashanadi. Yaxshi ishlarga oldiringlar. Mas'uliyatlarni ado qilinglar. Bu dunyoni sizlar gullantiringlar. Taraqqiy qildiringlar. Dunyoni idora qiling, lekin adolatli idora qilinglar. Bu dinning ko'rsatmasi. Bu islomning qisqacha to'nishtirishi. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan deganlardek bir baygi maydonda imtihon berdik ekanmiz bu dunyoda ham shu. Rasululloh hadisini bag'oqa al-mu'minul qaviy, kuchlik mu'min, bu dunyoni gullantirishga vazifalantirilgan, bu omonat berilgan bir mu'min har tarafdan ojiz bo'lsa, qandoqmi gullantiradisin, qandoqmi insoniyatga adolatni elib boradisin, yetkazadisin. Shunga har jihatdan kuchlik bo'lishimizning qancha muhim ekanligini ochiq tushunsak kerak. Ammo shada islom aqidasininki tushunchasi haqida biroz to'xtalgan bo'lsak. Endi islom aqidasini tushunish uchun dastlab islomni yana bir qator izohlash to'g'ri. Islom aqida, shariat, axloq va ijtimoiy tuzumdan iborat. Buni cho'ng 4 kategoriyaga bo'lgan bo'ldi. Ba'zanda buni qisqartirib 2 ga bo'ldi. Islom, aqida va shariat. Islom deganimiz aqida qismi bor, shariat qismi bor, axloq qismi bor va ijtimoiy tuzum qismi bor. Xo'sh. Aqida kelsak, shariatning asosi, axloqning asosi, ijtimoiy tuzumning asosi. Ya'ni musulmonlikning yadrosi aqida. Ya'ni bu yer deganimiz shariat, axloq, ijtimoiy tuzum bu aqidaningki tarjimoni. Aqidaningki taqozosi, aqidaning tarmoqi hisoblanadi. Aqida bo'lmay turib shariat bo'yicha yashagan olmaydi. Aqida bo'lmay turib axloq bo'yicha ravurs musulmon pit yashagan olmaydi. Aqida bo'lmay turib ijtimoiy tuzumga tatbiq qilgan bo'lmaydi. Xo'sh. Oldindan bu aqida ideya to'g'rilanishi kerak. Eng dastlabki motor. Bu aqida nazariya qismini ko'rsatsa, shariat deganimiz, ya'ni qonuniy qismi yoki ijtimoiy tuzum qismi deganimiz u amaliy qismini ko'rsatadi. Hem İslam aqidasi qarsa, bu İslam aqidasi mayli inson munosabatlik bo'lsin, yoki yaratquchiga munosabatlik bo'lsin, yoki tabiat, hayotlikqa munosabatlik bo'lsin, yoki mush koinotga munosabatlik bo'lib qolsin, insonning kallasiga kelgan, ham kelish ehtimoli bo'lgan eng nozik masalalarga eng ro'shan, keskin dalil javob beradi. Bu İslam aqidasining xarakteri. Mesela misal olsa, İslam aqidasi insonning bu dunyoga kelish sababi. Nima uchun keldi? İnsan nima? Kim bu? Bunun g'oyasi bormi bu dunyoga kelishda? Nima ish qilmoqchi? Nima ishqa buning hayoti bosqichma ma'lum bosqich bo'lgancha tugab qoladi. Ya'ni yo'qaydi bu dunyolikda. O'lgandan keyin nima ish bo'ldi? O'lgandan keyin bu natija qozonamdi yoki mag'lub bo'lamdi? Deganga o'xshab bu masalalarga ro'shan, pok holatda insonning aqliga uyg'un holda javob beradi. Shunga o'xshash yaratquchini ro'shan shaklda boshqalarga, boshqa dinlarga o'xshash xunuk shaklda emas.
Kallani qaymoqtiradigan shaklda emas, aqlga uyg'un qilgan shaklda yaratuvchining sifatlarini bayon qilib berdi. İnsan bilan yaratuvchining munosabatini ro'shan bayon qilib berdi. Bu yerda payg'ambarlik masalasi, vahiy masalasi bu masalalarni nihoyatda aniq o'ttirib qo'yadigan bir aqida. Bu aqida e'tiqod masalalarida vahiy bilan aqlni tang tutmaydi. İslam aqidasi, İslamning tavhid aqidasi e'tiqod masalalarida vahiy bilan aqlni, yoki naql bilan aqlni tang tutmaydi. Vahiy tayanib aqlni cho'rib o'tmaydi. Vahiy tayanib aqlni chetga qoqmaydi. Shuningdek, aqlni asos qilib vahiyni chetga qoqmaydi. İkisini tang tutmaydi. Aql vahiy asos bo'lgan bo'lsa, aql izlanuvchi hisoblanadi. Vahiy asos bo'lganlik uchun aql uning ergashkishi bo'ladi. Lekin bu yerda halqiliq bir nuqta borki, gerçi buningda ba'zi bir tasavvur, ba'zi ko'z qarashlar bo'lganmiz, keyin izohlaymiz. Aql bilan vahiy islomda ikkisi bir-birisidan ayrilmaydigan qarindosh. Shuning uchun bu ikki qarindosh hargizmi bir-birisiga zid kelmaydi, bir-biriga qarshi kelmaydi. Vahiy aqlni qo'llaydi, sog'lom aql vahiyni qo'llaydi. Bu bizning e'tiqodimiz, islom aqidasiningki ro'shan yo'li bu. Shuning uchun bu yerda biz Qur'on sunnat tutmamiz deb aqlni, aqliy ijtihodni, aqliy tafakkurni, aqliy izlanishni chatqa qiladigan, qiziqmaydigan, qabul qilmaydigan bu insonlar islom aqidasini tushunmagan insonlar. Qur'on sunnatni tushunish uchun eng dastlabda aql bo'lish lozim. Sog'lom aql bo'lsa, bilimlik aql bo'lsa, dalilni taniydigan, pokitni hurmatlaydigan aql bo'lsa, ening kendi vahiy joyi tushunadi. Taqlidchilik ko'nab qolgan, burun qil nim degan bo'lsa deb shundan chiqanmagan, dalil o'qamiz Qur'on sunnatning boshchisi. Ammo ijtihod qilish tegishlik, taraqqiy qilish tegishlik doirlar bor. Bu yerga vaqtida aqlni ishlatmaymiz deb turgan bu odamlar islom aqidasini xunuklaştirib qo'ygan odamlar. Demak, bu islom aqidasi bir butun bo'lganlik uchun parchalanishni qabul qilmaydi. Shuning uchun qaysi bir musulmon aqidaning yoki tavhidning asoslarininki birisiga ishonmay qolsa u musulmon hisoblanmaydi. Xo'sh. Masalan, iymonninki asoslari yoki tavhidning asoslari 6 ta. Buningdan birisiga biz ishonmayman dedi. Masalan, qiyomatning bog'liq ishonmayman dedi bir musulmon. Yoki farishtalarni ko'rib boqmadim ishonmayman dedi. Yoki bu payg'ambar quruq gap dedi. Yoki Qur'onda aniq bayon qilingan kitoblardan, ilohiy taraf tushirgan kitoblarning birisiga ishonmayman dedi. Bu musulmon hisoblanmaydi islom e'tiqodi. Buni parchalash qilmaydi. Men Alloh ishiman, qiyomat kuni ishiman. Lekin farishtalarni ko'rmadim, ishonmayman desa, kommunizmning falsafasi bo'yicha yoki dinsizlarning u inson musulmon hisoblanmaydi. Buning asosi nozik bir nuqta deymizki, qaysi bir musulmon Qur'oni Karimga ishondim dedi. Ishonganligini e'lon qildi, e'tirof qildi, da'vo qildi. Lekin bu musulmon Qur'onning ibodat ko'rsatmalariga itoat qiladi, axloqiy ko'rsatmalariga itoat qiladi. Ammo Qur'onning qonun qismiga, siyosiy qismiga, iqtisodiy qismiga, jamiyat boshqarish, davlat boshqarishga aloqador bu qismiga itoat qilmasa, Qur'onga ishongan bo'lamdi. Chatoq bir şeyden chiqib o'tadi. Qur'onga ishondim deydi. İbadet qismi zahiri, şuar xarakterlik. Uning ishonmadi. Axloqiy qismiga uning ishonmadi. Bir qismen deydi axloq qismini. Ammo jamiyat boshqarish, davlat boshqarish, dunyo ko'z qarash tiklash, sog'lom bir ideya tiklash aloqador Qur'onning ko'rsatmalariga, dalillariga, oyatlarga uyat ishonmadi. Bu qanday musulmondachilik? Bu islom aqidasi shuning uchun bir butundir. Bu parchalash qabul qilmaydi. Qur'onga ishonsangiz, Qur'onni haq deb ishonsangiz, u vaqtda Qur'onniki 5-dan oxirigacha ko'rsatmasi mayli aqidaga aloqador bo'lsin, mayli ibodatga aloqador bo'lsin, mayli axloqqa aloqador bo'lsin, mayli metafizikaga yoki qonunshunoslikqa aloqador bo'lib qolsin, buning ishlash bu musulmonlikning taqozosi. Bu sog'lom aqida. Bu aqidaning ruhi bu. Bu faqatlar men ishondim deb yodlab qo'yib bunotda masjidga chaqib musulmonlar jamiyat chiqqan vaqtda xuddi bu yerda islomning yo'q ko'rsatmasi yo'qdek. Xuddi bu yerda islomning munosabati yo'qdek. Xuddi islomning bu yerda ro'shan bir yo'l ko'rsatmasi yo'qdek. İslam'a zıt bo'lgan falsafalar, islom zıt bo'lgan ideyalar, islom zıt bo'lgan g'alit fikrlarni bazar selish, bu islomga
aqidega, tavhidga uyg'un keladimi? Kelmaydi. Mana ko'pincha musulmonning hayot bir asrning mobayn chiqayotgan chataq bu yerda aqida bilan kundalik hayotni ayirib o'tganlikni kelib chiqadi. Bu sharkatning, amalning, kundalik hayotning, kundalik fikrning, kundalik tasavvurning, kundalik yem-ichmakning, kundalik iqtisodningki bu iymon bilan aloqasi yo'q. Bu iymon degani qalbimiz bilan tasdiqlab etsak, tilimizni so'zlab etsak, ishimiz tugdi deganlikdan bu xapolik mishadan chiqadi. Şoň bir mescidga çağda bu yerga kelgan çağda farishta sifat o'tirib olsa, jamiyat chiqqan vaqtida shayton sifat yashaydigan nechalar musulmonlar shu bugun kunlikda. Mescid chiqqan çağda bir musulmonningki haqqini o'tab ketishi u qadar ehtiyot qildi, ammo jamiyat chiqqan vaqtida jazoni bilan shug'ullandi. Birisining mol-mulkiga qo'ymichilik qildi, birisining haqqini bulaydi, birisining izzat obro'yiga tajovuz qildi, bir-birisiga tuhmat qildi. Bu qanday musulmonlarchilik, bu qanday tavhid, bu qanday aqida? Demek bir yerde aqidani ijtimoiy hayotdan, kundalik hayotdan ayirgan vaqtda chiqargan eng chong chataq mishadi chiqadi. Shakilvozlik mishadan chiqadi. Ya'ni islomning aqidasini, tavhid aqidasini ro'shan tushunmaganlik mishadan chiqadi. Chunki bunda deyishimiz sabab hayotdagi har qanday ish harakat bo'lsin, faoliyat bo'lsin, fikr, tasavvur bo'lib qolsin, u aqidadan ayrilmaydi. Islom aqidasidan ayrilmaydi. Aqidaning ruhidan taqozosi ayrilmaydi, ham ayrilishi mumkin emas. Bunun asasen keskin diyelimizki, her bir Müslüman'a ta'kidlaymiz, tavsiye qilamiz-ki, kundalik hayotni tavhiddan, iymondan, aqida ayirgan ozg'unlik boshlanishi edi. To'g'ri. Shunga Müslüman her bir ishga kelgancha, mesela oddiysi misol qiladi, yem-ichmak. Ko'plagan musulmonlar bakrak bildigan masala. Halol harom degan bir qoida. Aqida masalasi bu aqida masalasi emas. Nima uchun buni halol deb ayirdik, buni harom deb ayirdik? Yo'q, bu halol narsani biz harom qilib etsak, vaqt iymonimizdan chataq chiqqan bo'ldi. Harom narsani biz halol deb da'vo qilsak, vaqt aqidamiz chataq chiqqanmi, chiqmadi? Albatta. Yemek ichmakda halol harom deb ayiradi ekanmiz. Gap so'zimizni halol harom deb ayirmasak, bu saxtipazlik emasmi? Qo'saq ichigan narsada halol haromni ayiramiz. Og'zimizdan chiqayotgan gapni yaxshi so'zlar yomondan halol harom ayirmaydigan bo'lib ketdi. Bugun yozayotgan, so'zlayotgan gaplar qarasak, bu chiqiblam turdi. Halol haromda so'z ochiqlanmaydi. Ama ko'plagan musulmonlarning zehnida 90% ortiq bu halol harom nimaga halol xulosalanib qoldi. Yemek ichmak xulosalanib qoldi. Bu ijtimoiy dunyoda biz yashayotgan bu Allohda tekshirligini diqqat qildig'ini tiqa. Bu sotqinlik qilish haromdan qatori kirmaydigan bo'lib ketdi. G'iybat qilishni harom deymiz. Ammo qarindishini setish harom demaydigan bo'lib ketdi. Dushmanga xabar yetkazib qo'yash harom demaydigan bo'lib ketdi. Bir musulmonning tutilishiga, qinining to'kilishiga, o'limiga sabab bo'lish harom bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Bir musulmonning xatoligini aniq bilib turgan olimlar harom desimi, kaskin mayul xato desimi shuning tashabbus qilib, millatni qora yo'l tiqadigan bu ishlar harom bo'lmas, harom demaydigan bo'lib ketdi. Yoki harom hisoblanmaydigan bo'lib ketdi. Demak, bu chataq narsa aqidani sog'lom tushunmaslik. Aqidaningki ijtimoiy hayotdagi rolini his qilmaslikdan kelib chiqadi bu chataq. Bir yer xulosaga vaqtimizda bu islom aqidasining maqsadi nima degan gap chiqadi. Unda bo'lib qolsa bu aqidani saqlam uchun maqsad nima? Bu aqidaning maqsadi shunday edi. Birinchi qilib aqidaning maqsadi saqlam yoki sap tavhid aqidasini ishga oshirish. Yani bir insan Allah'dan boshqa hech qanday birisiga bosh egmaydigan, bo'yin egmaydigan, ibodat qilmaydigan saqlam bir aqida ishga oshirish. Xuddi Hristiyanlar o'sha bizning dadisiga, yog'lar bizning balasi degan o'sha bunda xurofat aqidalar emas, faqatlam yaratuvchiga itoat qiladigan, bo'ysungan, undan boshqa tamoman xato aqidalardan voz kechishadigan ruhni shakllantirish. Ikkinchi birisi insonning aqlini xurofatdan xoli qilish, xurofatdan ozod qilish. Islomning eng chong nishonlaridan birisi. Qur'oni Karim nurg'un yerda aqlsizlikni, xurofatni qattiq tanqid qildi. Avvalo kana aba'um la yaqiluna shay'an Ola yahtadun. Nurg'ulgan dellar. Aqidaning maqsadi qalbni, ko'ngilni poklash. Qarg'ulachi agishtin, qanchilgan yerda chekladi. Bu aqidaning maqsadi qalbni poklash. Yodlab qo'ydik, o'rganib oldik, kitobda bor. Lekin qalbimiz qorayib ketgan. Nafsimizga shayton ulab ketgan bo'lib qolsa, bu
Qandaq aqida bu? Aqidaning maqsadi ish qoshmaydi degan gap. Aqidaning ruhi bizda o'lik degan gap. Qalbimiz nima uchun poklanmaydi? Nafsimiz nima uchun poklanmaydi? Riyodan bo'lsin va boshqa illatlardan bo'lsin. Xo'sh. Bu aqidaning maqsadlari uyg'oq vijdon egillarini yaratish, uyg'oq vijdon egillarini tarbiyalash. Musulmon bo'lgan odam zulm kasb boshiga turadigan, xorliq kasb boshiga turadigan bunda bo'lib qolsa, bu aqidaning ruhidan yiroq odamlar bu. Aqidasi o'lik odamlar. Bu aqida bunday odamlarni xolamaydi. İslam aqidasi tirik odamlarni xohlaydi. İslam aqidasi ruhliq odamlarni xohlaydi. İslam aqidasi vijdonliq odamlarni yaratdi. Talab qilgani bu. Ammo vijdoni o'lgan, ruhi o'lgan, o'zining kimligini yo'qotgan bunday insonlar İslam aqidasi xohlamaydi. Garchi o'zidan nima deb da'vo qilsin. Bu İslam aqidasi insonning istilini, yurish turishini aqida bilan bog'lab yashashini iroda qildi. Bu İslam aqidasi inson hurmatini, insonning huquqini, asosliq inson muhtoj bo'lgan huquqlarni himoya qilishni maqsad qildi. Biz buni shariatdan maqsadlar yoki dindan maqsadlar degan temada ko'p to'xtaldik. Bu İslam aqidasi inson bir ko'ngil rohatchilik berishni xohlaydi. İnson bugünkidek her türlü qiyinchilik, sıkınçılık, müşkül yaşayotgan vaqtda bir ruhiy xotirjamlik beraydigan bir aqid. Buni xohlaydi. İbadetten lazzatini his qiladigan vaqtida, iymon mustahkam turgan vaqtida bu inson his qiladi. Shu bu yerda sog'lom aqidlik insonlar psixik kasallikka duch kelmaydi. Ruhiy jihatdan tug'ishib ketmaydi. Har qancha qiyinchilik qilib qolsin. Bu islom aqidasi madaniyat yaratishni maqsad qilgan bir aqid. Madaniyatsizlikni xohlamaydi bu aqid. Madaniyat faqatlam inson o'zining erkinligini yaratquchiga topshirish, uningdan boshqa hech qanday birisiga qul ekanligini e'tirof qilmaslik. Xo'sh. Bu madaniyat insoniyat ruhi bilan yashash, insonparvarlik bilan yashash, kang qo'saqlik ruhi bilan yashash. Uningdan boshqa nurg'un turib biz madaniyat haqida keyin to'xtalamiz. Bu aqidaning ruhi dunyoviy tinchlikni hosil qilish yoki dunyoviy tinchlik ruhini ishga oshirish maqsad qildi. Balkim ba'zilar deyishi mumkin, islom aqidasi qanday bo'lib dunyoga tinchlik o'rnatadi. Islom aqidasini tushunmagan vaqt kelib chiqadi. Islom aqidasi kuchlangan vaqtda dunyoviy tinchlik tushadi. Chunki islom aqidasi boshqa insonlarning aqidasi sababli uning zulm qilmaydi. Boshqa inson kofir bo'lganligi, buddist bo'lganligi yoki tosh pash cho'qinganligi bilan aloqasi yo'q. Xohlasan shan, xohlasan o'zingdan ishidi. Eng cho'ng huquqni ber. İnsani hürmetine kafir bo'lib qolsa, uning hurmati bor dedi. Va laqad karramna bani adam. İnson bo'lib qolsa hurmatlaymiz dedi. Bir insonni yana bir insonga, bir jamiyatni yana bir jamiyatga, bir davlat yana bir davlatga hujum qilishi, tajovuz qilishni, dushmanlik qilishi harom deb qaraydi. Agar sabab bo'lgan bo'lsa, u ayrim bir masala. Bir inson bir insonga zulm qilish harom bo'lgandek, bir davlatning bir davlat zulm qilish harom emasmi? Bu e'tiqod bilan islom aqidasi dunyoviy tinchlik ruhiga ishqashi. Bu islom aqidasi insoniy qarindosh ruhini tashabbus qildi. Inson sizlar bir otaning bolalari edi. Bir avlod sizlar hammalar. Garchi aqidangni o'xshamasimi, rangingni o'xshamasimi, bir otaning, bir onaning bolalari. Qarindosh sizlar. Biz chiqishib yashanglar dedi. O'zaro bir tonishinglar. Bir-biringlarda ortiqchilik ijobiy taraf bo'lgan bo'lsa, elinglar, salbiy taraf bo'lsa saqlanglar dedi. Bu aqidaning taqozosi. Xo'sh. Ta'arafu degan oyatning tafsiri bu. Bu aqida barliq insonlarni hidoyat chaqirishni nishon qilgan amaliy bir aqida. Quruq nazariy aqidasi emas. Og'zil deb qo'yib bo'lgan bir aqidamiz. Xo'sh. Mana bu islom aqidasi. Bu aqida bundan tushungan vaqtimiz bizning kundalik hayotimiz, kundalik fikrimiz, kundalik tasavvurimiz, kundalik gap so'zlarimiz, kundalik yozmalarimiz aqidaning ruhi bo'yicha bo'lgan bo'ldi. Xulosalgan vaqtimizda bu islom aqidasi bu dindorlikning javhari. Dindorlikning javhari aqidaningki ruhi bilan shakllanadi. Sog'lom tavhid aqidasi bo'lgan vaqtida ham buni masjidda, jamiyatda, bozorda, do'konda, tashviqotda, kamera, telefonda buni ishongan vaqtida endi sog'lom dindorlik chiqishi. Bu islom aqidasi ibodatning asosi. Aqida sog'lom bo'lmay turib, aqidaning ruhiga ishonmay turib, bu ibodatni sog'lom qilgani bo'lmaydi. Xo'sh. Bu aqida axloq bir prinsip. Ya'ni bir musulmonning axloqininki rus bo'lishi yoki buzilishi uning iymoniga bog'liq. Aqidasiga bog'liq. Ya'ni shu bir ishni to'g'ri xato deyishiga bog'liq.
Şu mizan tarazıga işinişiga bağlıq. Bu aqida ijtimoiy tuzumning asosi. İctimai cihat çoğun asas prensiplerini oturup koydu. İktisadi cihat prensiplerini oturup koydu. Siyasi cihatta prensiplerini oturup koydu. Halkılık nokta oturup koydu. Kağa yer iştihat kıl, izden terakki kıl, güllendir. Bu İslam akidesi tarih felsefesi. Tarihini kandak düşünüş, kandak şekillengen. Kur'an-ı Kerim nurgun vakalikte bir hikaye, teselli, roman şekilde koyulmadı. Bir prensip bir yerden ibret alırsan, galibinin, mağlubiyetinin ki açıkışını bir yerden ürgünüsen dedi. İlim ma'rifat prinsip İslam aqidasi. Shuning uchun dinimiz bu yerda savotsiz bo'lgan, ongsiz bo'lgan, davam bo'lgan, aqlni ishlatmaydigan bunday odamlarni yaxshi ko'rmaydi bu aqida. Xo'sh. Besh vaqt namoz o'lab ketsin bu odamlarni yaxshi ko'rmaydi. Chunki namozga itoat qilgan bilan bu insonlar aqidamizdagi o'qu degan buyruq itoat qilmagan insonlar. Xo'sh. Reallikmi, reallik, ochiq reallik, balkim ba'zilar qattiq ketishi mumkin. Ammo aqida shuni. İlim ma'rifat prinsipini tashabbus qilgan bir aqida bu. Metafizikning prinsipi. G'ayb ishonasiz. Allohni ko'rmasangiz ishonsangiz, endi siz musulmon. Qiyomat kuni ko'rmasangiz ishonsangiz, endi siz musulmon. Ummat prinsipi. Dunyodagi musulmonlarning hammasini oqqa o'xshash, ota-bolaga o'xshash ko'rdigan, ana ruhga yiqilgan dunyoviy hamkorlik, dunyoviy tinchlikning asosini shakllantirgan bir aqida. Şunu bir yerde bu İslami qarindoshlikni tashabbus qilgan vaqtida bunu biz Arabning dini yana birisidan desa, bu aqidik eng cho'ng saxtapaz kazzoblardan birisi. Xo'sh. Boshqa yordam bermadi deb ayblanyapmi? Sen necha vaqtdan nima ish qilding? Bir avloddan. Bu aqida jonliq bo'lgan bo'lsa, sog'lom bo'lgan bo'lsa, biz kommunist bo'lib ketmagan bo'lsa, yana birisi ateist bo'lmagan bo'lsa, yana birisi Xitoyning g'olchisi bo'lmagan bo'lsa, bu millat bo'chaq balkim Alloh burun mustaqil bo'lgan bo'ladi. Milletni o'qiltayotgan narsa islom dinini, islomning ruhini, aqidini sog'lom tushunmaslik bo'lib qolsa, yana bir tarafdan islom aqidasi qilinayotgan hujumlar, dushmanliklar, sotqinliklar, zaharlik idealini taqtishlaymiz. Nima uchun bir tarafini ko'rmasdan, yana bir tarafini ko'rmaymiz? Bu islom aqidasi oila prinsipi. Jamiyatning ulug'gan aqidaga asos solgan. Oila shakllantirishni, oilaningki to'g'ri ma'noda tashabbus qilgan bir aqida. Dunyoviy tuzum prinsipi yuqori deganimizda hem güzellik, medeniyet prensibi. Bu akide bu. Bunun akide bu nima bilan tushungan vaqtimizda, u vaqtida Qur'on, sünnet tasvirlaganda, Muhammed Aleyhisselam olib kelganda endi tushungan bo'lamiz akide. Xo'sh. Allah razı olsun, hakikaten ait güzel içbali. Hakikaten afsus ki yani nurgun bulup mu yaşlarımızdan olmuş, ziyalilerimizden olmuş ki de. Bu şu İctimai ushur vasıtlarida mana shu oxirgi yillardagi nimalarga qarasak, yaqinqi yillardagi ne bu so'zlanayotgan narsalarni siz degandek nurg'un masalalarda savol so'rasa, masalan, islomni qabul qilmaydigan unda bir narsa emas, islomni oldidan maqtab etib turib, uning keyindan mana shu nurg'un tilg'ilingan bu sohalarga, siyosiy sohalarga kirmaslik kerak. Aralashtirgan hamon o zulm kelib chiqadi, u bu degandek xuddi keltirayotgan misollar insonni haqiqatan kulgusini keltiradi. Bu Allohning koinotida, Allohning havosidan, Allohning rizqidan bahramlanib turib, meni o'zini musulmon deb turib, uning keynidan men shariatning shu qismlarini men xuddi bir bozordan bir olma setib olgandek, bu dinimizning ichidami shu sahani olsak bo'ladi, buni olmasak bo'ladi. Ammo ma saha hozir 21-asrga to'g'ri kelmaydi, bu to'ptirish kerak. Bu kirgan hamon jamiyat buzildi, u bu degandek amiyatni o'zini o'zi inkor qildigan shaklda kulkulik narsalar nihoyat ko'p chiqyapti. Alloh bu qadar ezib ketishdan Alloh saqlasin. Abay tilg'ilib o'tganlar masalalarni mana shu ko'rilmalarimizga hamda islom masalan hech qanday bir kishilarning bir millatni besib olishi yoki devletni besib olish degandek masalalarga qat'iy qarshi chiqadi bu degandek gaplarni qilamdi. Tarixga qarab baxsak masalan ko'rilmalarimiz mana diqqat qilish kerak bu masalalar deyilgandamda islom tariximizda nurg'unlagan futuhatlar, davlatlar shu islom Rasulullohning davridan boshlab Rasululloh elchi avatishga boshladi. Yani dinimizdeki şu her bir sözge, hareketlerine dikkat qilgan bo'lsak, avatgan elchilarning bağa vaqtidagi şu degan so'zlarga qarab baksak, yani islom aslida şu davrdagi asas siyosiy muhit qarasakmi, şu yerdagi atrofdagi davlatlarni o'z xalqini
ezdigan, qul qildigan elchilar bo'lgan vaqtida biz insonlarni islom insonlarga ibodat qilishdan bandalarning, ya'ni butun insoniyatning Robbi bo'lgan Allohga ibodat qilish uchun keldik dedi. Dinning maqsadini tushuntirib. Bütün futuhatlar qarab baxsaqmı İslam'daki barlıq fəthilərə şuna uçuq görə alayımız hem. Şu devirdeki sultanlar, padişahlar, şu komandanların hamısı fəthi qılğandan ularning çirkavlarını yoki ibodatxonalarını çəklab hammasını mesela ular İslam diyarıga besib kirgan vaqtida qilgan vahşilikning birini ko'rmaymiz tarixda. Özlərinin çirkavlarını ibodatlarını xalığançı qılaqlıq. Faqat bu Allah'ның nuridan ibaret Müslümanların tarixida undaq qarı sürkelgen bir nəsini uçurtamayız hem de. Bu Allah'ın nurunu, bu İslam'dan ibaret nəsini şu diyarlığa yetkizmiş ve özlerinin hükümdarları öz halkıya, özünün şu dinde, meyli qaysı dinde olsa, öz halkı inravatkan, zulümün içinde yaşavatkan muhitte, Müslüman bunda bir en ahirki Peygamber Muhammed Aleyhisselam evetligende bütün dünyaya evetlidir. Bu nurunu aşılağa yetkiziş mecburiyeti var Allah için. Şu hükümdarlarının zulümüden kurtulduruş için mecburiyeti var. Herkes özüm rahat yaşasam ben bu diyarımda. Başkalar yenimdeki hoşnam ya ki başka bir yerdekisi halkını öldüremdi, zulüm kılamdı. Nime işim deydiğen bir dinden ilgilenmesem biz. Bu din şunda bir yüksek, bütün insaniyetine her kandak dini uyak apleşteki fetih kılıştaki maksat ulanı dinden çıkarıp hemmesi Müslüman bulsa bulması öldürmez deydiğen bir iş yok ki. Özünün hükümdarlarının mı ulağa kılıvatkan, öz halkı kılıvatkan zulümünü çekleş, uyada adaletini barpa kılış, hem adamın hakikatini bimalal halette anlayaliş için, köreliş için, tallayaliş için fırsat yaratıp bir iş için bulungan fethiyle. Nurgulları şuna kılıp İslam'ın adaletinin Müslüman boğan, hatta şu garipliklerimi dinge öçmen bulmaganları insaflıklarının hemmesininki, özlerininki şahitlik. Guvahlıları qarasaq mı, Müslümanların o diyarlarda nimelerni qıqallıqını özleri şahitlik bilip guvahlık berdi. Şun bu şekilde düşünüşümüz gerek. İslam mesela dünyada şunçilik hüküm sürgen bir din. Nurgun bazılar bügenme deydi mesela. İslam öz vaqtı Polonya'nı işgal qıvağanға ubu degендek. Bunu bu şekilde doğru düşünüşümüz gerek deb eskartib qo'ydim. Endi şeriat degen nima degen nimeden ahırlaştırgan bolsak? Şeriat bu iki xil ma'ni qil. Xo'sh. Bir xil birinchi ma'nisi din ma'nisi qil şeriat. Yani İslam ma'nisi. Yani Allah Kur'an sünnette bandalarninki adil ve bir xotirjam hayot qilish uchun yo'l qo'ygan aqida, ibodat, axloq va boshqa ijtimoiy tuzumlarni o'z ichiga olgan bir narsani ko'rsatdi. Yani İslam'ı bir bütün ifadalab berdi. Çünkü İslam'ı aqidani, ibodat, axloq, ijtimoiy tuzumni o'z ichiga olgan. Qur'on qarasak, Qur'oni Karimda shariat din ma'nisiga kelgan. Oyatlarimiz bunu deydi. Bu nuqtada ilib aytgan vaqtida shariat bilan din ya shariatul islom ikkisi bir ma'noni ko'rsatadi. Yani ma'ndosh ifodalaydi. Şeriat ifodalangan mazmunidan islom ifodalaydi. Islom demak nimasi? Muhammad alayhisalom olib kelgan aqida, ibodat, axloq, ijtimoiy tuzum, qoida prinsiplar. Shariat mudan shundan iborat. Bu umum nuqtada bayt etgan vaqtida. Ham shariatning ikkinchi ma'nosi qonun ma'nosida. Yani qonun deganimiz bu insonning shaxsiy hayoti, ijtimoiy hayoti, iqtisodiy hayoti, siyasi hayatı ve başka sahadaki iş hareketlerine etkiseliş, tertipler için yolu koyulgan kaide prensipler, hükümler, körsetmeler ve tüzümler de ibaret. Demek bir iki kılmanı. Bir manisi şeriatla İslam degen bol. Yani din manisi. Bir bütün İslam özü şagan nasi hemen görsün. İkinci manisi fakatlam emeli ahkamlara yani insanın emeli hayatın münasebetlik boğan şahsi hayatı, ictimai, iqtisadi ve siyasi hayatı münasebet kanun tüzüm kısımlarına görsün. Kanunga münasebet. Bu iki altalı bunda tonu sebep nimesi? Burunki vaqtda yani dastlabda İslam meydan kelgan vaqtida hali uzun kişi bu şeriat demek, İslam demek, din demek de muşta tushunilib kelgan. Keyingi bir vaqtlarda bu şeriat so'zi İslamni bir bütün ifodalashdan bakrak bu
qonun qismiga qartilib qolgan. Ya'ni shariat esa islomning qonuniy qismini ko'rsatib turdi deb mushni ko'rsatgan bo'lgan. Unda degan vaqtda, ya'ni aqidadan boshqa ibodat shariat esa bu qonun mansagan chog'da aqidadan boshqa ibodat, axloq, so'z satr va jamiyatni idora qilish, boshqarish taraflarini o'z ichiga oladi degan bu hukm bilan to'lgan. Bu sababdan ba'zi olimlar islomni aqida shariatda bunday izohlagan. Xo'sh. Cho'ng ikki turga bo'lishdan keyin sabab shu. Bu cho'ng ikki turga bo'lganlar axloq nima? Shariatning qatori qo'shib o'tgan. Chunki bu amaliy hayotga, kundalik hayotga munosabatga o'g'il uchun aqida o'g'il nazariya qismi bu amaliyot qismi deb qaragan. Demak, burungi olimlar bir butun din ma'nosini tushungan bo'lsa, keyingi vaqtlarda bu tadrijiy qonun qismiga markazlashgan. Endi buningdanmi keyingi zamonlarda taxminni qisqarib, shariat nimadan iborat esa, ibodatdan iborat. Bir qism so'z satqi iborat deb taxmin tarayib ketgan. Bu shariat qismini jamiyat boshqarish, davlat boshqarish qismidan chiqarib o'tilgan. Shariat demak ibodat baş namoz bilsa, ro'za, zakotni bilsa, so'z satqdan gibi dukkan ochqidek bir yer kelsa, bu shariatni bildim deydigan. Bu yerga kelib qo'yib, bag'ancha buni taraytib o'tgan. Bu xato tushunchaga sabab bo'lgan. Ammo Qur'oni Karim qarab boqaylik. Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsa, Qur'oni Karim 5dan tortib oxirigacha, ya'ni sur Fotihadan tortib oxir surnas hammasi shariat. Hammasi qilinglar qilmanglar ko'rsatib bormi yo'qmi? Mayli tarixga aloqador bo'lsin, mayli osmon jismlariga aloqador, metafizik, astronomiyaga aloqador bo'lsin, tibovatga aloqador bo'lsin, har bir narsa ko'rsatib bormi yo'qmi? Ko'rsatma. O'rganishga yoki o'rganmaslikka diqqat qilishga yoki diqqat qilmaslikka. Iymon arkonlarining hammasi shariatga iborat. Masalan, birisi men payg'ambarlarga ishonmayman. Bu yerda hukm chiqaramdiq, chiqarmamdiq uning ishonmayman desa, musulmonmi yoki musulmon emasmi? Hukm chiqammi? İbadetten hammasi şeriat. Axloqdan hammasi şeriat. Shariatning ko'rsatmasi tutib manishning hammasi şeriat. Yaxshi ishlarga buyurish, yomon ishlarning oldini olish, bu shariat. Yaxshi ishlarda hamkorlashish, davlat boshqarish, insonlarning huquqini qo'g'dash, bu shariat. Shuningdek, insonlardan zulm, mustamlika, mustabidlik, chiriklik, vahima deyli, yoki zo'ravonlik, yoki buzg'unchilik degan qo'shib bunday illatlardan insonlarni qutqizish bu shariat. Xo'sh. Bu shariat qandaqdir 5-chi tiqilib bilan tasvir seyri, sanlarning yo'g'inligi bilan bir bilan chiqmas shariatning u bir qismi. Bu insonlarni zulmdan qutqizish shariatning eng yuksak pallasi. Ani hammadan qila oladi, boshqalarga ziyon yetmaydigan chivni dastlab solmaydigan ishni. Ammo insonlarni zulmdan qutqizadigan, musabitlikdan qutqizadigan, mahkumlikdan qutqizadigan, chiriklikka qarshi turadigan, zulm qarshi turadigan bu ruhni hammamiz qilolmaydi. Bu iymonning eng yuksak pallasi. Şu Peygamberimiz Hamza'nın tilg'aga vaqtida zalim hakimiyet, mustabid hakimiyet, tacavüzcü hakimiyetin altında o'zining maydonida huquq ching turadigan adam. Nima dedi? Ya ilg'or adam shu. Sayyidi shuhada deb sifatladi. Demek bu zulmni yo'qotish, chiriklikni yo'qotish, mustabidlikni yo'qotish, zulm qarshilashga o'xshash. Bu ishlarni qaysi bir hukumat qilgan bo'lsa, yoki qaysi bir davlat ijro qilgan bo'lsa, bu davlat shariatning ko'rsatmasini tatbiqlagan bo'ldi. Gerçi o'zi musulmon bo'lmasmi? Aslida zulm qarshilish, mustabidlik qarshilish, inson huquqini dafsanda qilish qarshilish islomning eng yuksak farzlaridan birisi. Xo'sh. Buni shaxsiy hayotdan tortib ijtimoiy davlat hayotiga qadar dinimiz buyurgan bir ko'rsatma. Ammo afsuski bugungi islom ellari deb qaragan hokimiyatning ko'pincha qarsak mutlaq ko'p qismi mustabid. Mutlaq ko'p qismi sotqin yoki diktator yoki qo'chaq. Xo'sh. Ya zulm qarshilish bo'lsa o'zi zulm qildi. Bozak qilishi yo'qdan bo'lsa o'zi bozak qildi. Bulanchilik qarshilasa o'zi bulanchilik qildi. Buzg'unchilik, chiriklikni oldini olsa o'zi chirik.
Arab hakimiyatlarining ki Shveysariya bankasının hesabını bir gün açılgan bulup kalsa şu an manament deb çıkıdı. Bunun başka fakitine hacı yok. Halkның ahvali bu Shveysariya bankasıga bo'lgan ki toplagan belini şu yerli bilgin oldu. Yani Amerikan bankası bunu bir şey assa belki bir 20-30 yıl eski şu vaxtda manament de fakit şu yerli çıkıdı. Başka delini hacı yok. Şunun için aciz, şunun için harki. Hem de bir yer demek yoğunumuz bu işleri bazı bir devletler özünün yurtlarda tatbiqlaydı. Mesela çiriklik karıştırış, zulüm karıştırış. Kafir olsunmudur şu. Ular akide cihetten kafir, lekin İslam buyurgan işlerini kılıvatır. Bazı devletler mesela. Yani insani aklı bilen izlenim muş narsa bizga foydalagan, insoniyat foydalagan deb ular İslam buyurgan ishni kafir turib qiladi. Ama İslam davosidagilar bu İslam'dan siyasi, nazariyasi, siyasi prensiplerinden tamamen terörist boyunca çıkmadı. Zulümden üstüne zulüm koşavardı. Bu mesela İslam dinine karşısak adil hüküm çıkarış. Şahsi hayattan tart, ictimai devlet hayatını. Her kadar şahsi hayattan tart, devlet hayatı kadar iş hareketinin hamlesine kengeş veren, mesleğinin ebber, bu şeriattı bu. Hoş. Bu şeriat emel kıyğanlıktı, şeriat tatbiqlanlıktı. Tatbiqlanlıktı. Lekin kanun. Hoş. Bu şeriat tatbiqlanış nerede olardı dese? Şahsi hayatta çıkarak bulardı. Bunun misal almaydı. Hoş. Lekin ijtimoiy hayotga kelgan bo'lmadi. Bunun hareket qilgan, buni tashabbus qilgan, bunun chaqirdigan odamlar emas bo'lardi. Nima ish qilsa, bunun chaqirgandikilar buni qabuli va buniki so'rig'i va buniki turmushi va zindoni va boshqa to'laydigan badallar var. Ko'pincha odamlar tikini yo'q da'vatga kirib ketadi. Yaxshilik da'vat qilsak, ama yomonlikka chaqilsak bo'lmaydi. Yomonlikning gapini qilsaqlar hakimiyetine açık gap qildi degan o'sha bu xil padi kirib olgan vaizlar yo'q emas qiljikmi. Asl jiqdir. Aslida bu shariatning haqiqiy ko'rsatmasini, haqiqiy prinsip etish lozim. Yaxshilar yetaklash, hamkorlik bu shariat. Yomon ishlarni oldin olish, uni taqobil turish, to'sash bu shariat. Demak, gapimiz chiqyapti bu shariat nima bo'ldi endi? Doiraning hammani o'z ichiga olib o'z ichiga olmadim. Qur'on qarasa Qur'onning ifodasi shu shariatdir. Demek yuqorqi ishlarni qilgan yoki shunaqa hamkorlashgan odam, mayli shaxs olsun, mayli hukumat olsun, mayli davlat bo'lib qolsin, bu odam shariatga amal qilgan bo'ldimi, bo'lmadi? Tatbiqlagan bo'ldimiz, tatbiqlagan bo'ldi. Ammo kim buni qarshi chiqsa, uning ta'tirsini tutib olsa, uning amal qilmasa, u shariatga xilof ish qilgan, zid ish qilgan. Bu shariatmi? Chunki bu shariatning maqsadi bor. Bu şeriatdan maksatı köp toxtadı. Mesela qısqartıp aytsa, insanın canını qoğdaş kim bolsun? İnsanın imanın, aqidasini, yani aqida erkinligini qoğdaş. İnsanın izzat şerefini qoğdaş. İnsanın mal dünyasını, bağvarallarini, vatanini, tuprağını qoğdaş. İnsanın erkinligini qoğdaş. Adaletini qoğdaş, baraberligini qoğdaş degan qo'shiq inson hayotida bo'lmaydigan zarur bo'lgan maqsadlar. Bunu qanday ijro qiladi? Eğer biz bu meseleleri şeriatın qatarını emas deb şeriatni tar bir dairəyə vəz bilan haqlarını toplab qo'lda yursek, bu şeriatın bu kısmını kim icra qildi? Kim bunu düşünürdü? Kim buna amal qildi? Kim chaqirdi? Bu şeriatın maqsadi qachon icra oldu yani? Demek ki biz xulosa vaqtimizda bu şeriatda cho'ng bir qancha alaylik var. Bu şeriatning alayliklaridan birisi şeriat insondagi xarakteriga, fitratiga, aqliga tamamen uygun. Mesela misal alsak, inson o'zining izzat sharafini himoya qilishni yaxshi ko'radi. Bu şeriat izzat sharafini biz himoya qilamiz, qo'g'daymiz deydi. İnson hayotini, yoki jonininki bir omonlik erishishini xohlaydi, dinimiz biz insonning hayotini omonlik erishtirish uchun keldik deydi. İnson tafakkur qilishni, ilm ma'rifat o'rganishni arzu qildi, xohlaydi. Dinimiz, yoki bu shariatimiz ilm ma'rifat o'rgansan, ilg'or odamning qatoridan bo'lsan. Hurmating oshadi. İbadet bu, jihad sanıldı deydi bizning shariatimiz. İnsanlar xarakteri qalsa to'y qilg'isi, dinimiz to'y qilsan, ibadet qilgan bo'lasan. İnsan yangilik yaratqisi keldi, ijodat yaratqisi. Dinimiz agar sen yangilik yarata olsang, izlanib, tadqiq qilib, sen madaniyat yaratgan bo'lsan, insoniyatga eng cho'ng yaxshi his qo'shgan odam bo'lsan. Demak, insonning xarakteri uyg'un bo'lsa shariatimiz. Yana bir xarakterni olsak, shariatimizdan
Bu islom shariati hayotlikning hamma sohalarini o'z ichiga olgan. Chunki islom shariati insonningki yaratuvchi Alloh bilan bo'lgan munosabati bo'lsin, yoki insonning inson bilan bo'lgan munosabati, yoki insonning jamiyat, davlat bilan bo'lgan munosabatini hammasini tartib salalaydi. Bu to'g'risida hujjatlari, dalillari, faktlar bormi? Chunki islom shariati shaxsiy hayotda olsun, yoki ijtimoiy hayotda olsun, siyosiy olsun, iqtisodiy, yoki güzel san'at, yoki san'atchilik deydi, yoki adabiyot, yoki diplomatiya, yoki idora boshqarish degan o'sha bu sanani hammasi tamom ko'rsatmaga ega emas. Prinsipal xarakter ko'rsatmasi bormi? Buning dalili Qur'oni Karimda va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay. Bu kitap her bir narsaning bayoni var. Her bir narsaning dalili var. Her bir narsaning yo'l yo'riqi var, xaritasi var. Aqida qarsak tafsili topiladi. İbadet qarsak mı tafsili topiladi, sunnat uni izohlaydi, tafsili bayon qilib berdi. Axloq qarsak ro'shan topiladi. Endi bu ijtimoiy masalalar jamiyat, davlatning taraqqiyoti, madaniyat tiklash, madaniyatning vayron bo'lishi, qanday qilgancha bir millat o'zini mustamlikdan qutqiza oladi, qanday qilgancha taqim mustamligiga yem bo'lib yo'qolib ketadi degan o'xshash bu xil qonuniyatlar yoki bu xil doiralarda bu shariatimiz prinsipal masalalarni o'tirib qo'ydi, tarmoq masalalardan izlandir. Tekshir, ibrat al, tarix qara, boshqalardan o'rgan, ijmet yo'q. Eng muhimi sen ay prinsipal doiradan chiqib ketmasan, g'alqib ketmasan bo'ladi. Bu orqali shariat her dairni, inson hayoti munosib her dairni o'z ichiga oladi. İslam shariatining yana bir cho'ng alaylikdan birisi bu her davrga mos keldi. Her qit'aga, her davlatga mos keldi. Ba'zan deyishim mumkin bu arab dunyosiga yaragan bilan bugun Yevropa dunyosiga, Amerika dunyosiga yoki u asrga bu asrga yaramaydi deb xiyol qilish mumkin. Ba'zi kommunistlardan ta'sirlangan yoki sharqshunoslardan ta'sirlangan yoki skolarizmning idisi kirib ketgan yoki islomni bir izlab tekshirib bakmaylar, shatoga o'xshash biz yezib bergan gapni masalan Okayama bo'lsin, yoki Kanton bo'lsin yoki biz olsun. Doğruğalla u mustasno. O'ldan boshqa bir aqli izlangan odamlar buni his qiladi. Chunki islom qonun nuqtasiga kelgan vaqtida prinsipal masalalarni ro'shan bayon qiladi. Mesela siyaset misal olsak, buning cho'ng ramkalarni xarisini o'tirib qo'yapti. Sen mush doirada davlat boshqarsang bo'ldi, davlat qilsang bo'ldi, jamiyatni idora qilsang bo'ldi. Cho'ng prinsipal san'atkasi 30 ga yetilyapti. Undan boshqa masalalarda aqlni baqar bermdir sanadi. Bu shariatning ro'yi asosida izdan o'qib, o'rgan, tadqiq qildi. Ham undan bir tarmoq masala kelgan vaqtda elastiklik ega. Qonun masalalarida, davlat boshqarishda qonun masalalarida elastiklik ega. Anan kendin bu masala ko'p amaliyatchan, xiyoliy emas. Xo'sh. Farabininki fazilatli shahar, Aflatunning yoki Suqratning fazilatli shahar o'xshash, uni xiyoliy deymiz. Amaliy nazariya. Amaliyatchilik o'tirib qo'y. Anan kendin ijtihod vositalarini ko'plab echib o'tgan. Ijtihod yo'lini ochmay. Demek bir yerde şeriatning ro'yiga dalil zid kelmasa, chunki jiq dalil yo'q bu vaqtda. Zid kelmay qolib qolsa, bizdan san bo'ldi, aqlni ishlansan bo'ldi. Ham islom qarasak, olimlarimizda yoki islom falsafasi qarasak, bu izlanish vositalari mumkin. Masalan, buni qatori qiyos. Foyda manfaat selishtirib ish qilish. Ammo afsus ko'plar Qur'on sunnatning bo'yicha ish qilamiz degan foyda manfaatniki bu islom olimlari yo'l qo'ygan eng chong qoida Qur'on sunnatning ro'yi tashabbuskaligi buni bilmaydi. Bundan boshqa vosita qarab turib ish qilish, manfaatni asos qilish, agar insoniyatga foydali bo'lgan, musulmonlik yaxshilik bo'lgan bo'lsa, qabul qilish qo'shib, bir mo'j ijtihodga tabi qoidalarni dinimiz aytdi. Mushu qoidalar orqali dinimiz har davrga, har zamonga yarayali. Prinsipal masala qoidani o'tirib qo'yib, bu bekas. Siyaset meselesini ilib aytsak, iqtisodiy masala ilib aytsak. Ama tarmoq masalaning ko'paysa, bu elastiklik ega, amaliyatchanlik ega, foyda manfaat qoidasi bo'yicha bir taraf qilishiga. Bu orqali islom har davrda o'zidan men yarayman deydi. Ama islomning bu qismini tushunmagan, shariatning bu xarakterini tushunmagan qatmal qildilar. Yo'q bu ish islomga tushmaydi, yo'q bu shariat zid qildi, bilib bilmaydi jo'laydi.
Shu. Xuddi shariat bugun zamon bilan yashaolmaydigandek, xuddi shariatni 200 asr ilgariga kahbiga olib o'tgandek, bu davrda bir inson bugungi davrninki ruhi bilan, bugungi davrning taraqqiyoti bilan yashaolmaydigandek bir xil holat tasvirlab. Agar shariatni tushunsa, prinsipini tushunsa, tarmoq masalalar ijtihodiy masala bo'lgan ekan, dalil zid kelib qolsa, to'xtaydi, dalil zid kelib qolsa, insoniy aqlning natijasida normal uni muomala qilinaverdi. Biz bundan ko'p misol oldik. Xo'sh. Qo'limizdagi ip soat. Bugun uning narsa, buning narsaga hammasini qo'lda iPhone yoki Samsung va ashuna qo'lda. Unida voz kechmaydi. Xo'sh. U aqlning natijasi u. Foydali deb ishlatiladi. Ham davlat boshqarish kelgancha parlament tuzumida ko'p partiyalar dedi. Bu aqlning natijasi. Buning nimasi va dinning negizini-ku. Demak, shariatni tushunmaganlik uchun, qatmal bo'lganlik uchun bir narsani deb jo'laydi. U yeri undaq, bu yeri bundaq deydi. Xo'sh, yemimiz kelsak, bu islom dini har davrga, har zamonga o'zining prinsipal qoidalari bilan Xo'sh. yaraydi. Shunga islom dini har qanday insonga, har qanday millatga uyg'un keldi. Chunki bu dinimiz insonni inson bo'lish e'tibori bilan hurmatlaydigandir. Xo'sh. Insonni inson bo'lish e'tibori bilan qadrlaydigan, hurmatlaydigandir. Unda bo'lgan ekan, inson emas kelmaydigan, davr emas kelmaydigan, unda prinsip yoki unda qoida bu dinimizda yo'q. Chunki Qur'oni Karim bu to'g'risida Qul ya ayyuhan nas inni rasulullohi ilaykum jami'an. Barliq insonlarga kelgan payg'ambar. Qaysi qit'ada yashang, qaysi shahar yashang, qaysi davr yashang, men sizning payg'ambaringiz bo'lishga yarayman. Men olib kelgan shariat sizning diningiz bo'lishga, qonuningiz bo'lishga yaraydi. Agar tushunsangiz shu. His qilsangiz. Xo'sh. Mana bu shariat. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Nayet güzel shariat bana. Allah razı olsun. İnşallah şu tushunishga muyassar qilsin Rabbimizni. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib 100-sonimizdan bu oxirga keldik. Alloh subhanahu va taolo dinimizni bu shaklda albatta xilma-xil temalarda bu temalarni tushundirgan bo'ldik. Ama bugün nayet bir mig'izliq xulosalangan shaklda islom aqida, shariat buni bir tushungan bo'ldik. Rabbim inşallah bu tushuncha asosida yashashga har doim Allah'ın bendisi bo'lish sifatimiz bilan o'zimizni shu yaratquchi Allah'ın bendisi deb qabul qilgan bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan shu so'zlangan temalarning hammasida mush shaklda tushunsak, ameliyatda o'zimizdan shunday rahatlab qolamiz. Hech bir ishda dinimizning o kadar kengirligi, bütün nurg'un ishlarga shu Rasulullohning bir hadisi var, al-hikmatu dallatul mu'min. Nurg'un ishda ameliyatda bizga dinimiz osonlashtirib bergan narsa. Kimdan kasb-kasb agarda dinimizning asosiy prinsiplariga zidlik kelmagan bo'lsa, asli o mu'min uni elishga eng haqli, sen elishga haqli deb bizga bu kadar yo'lni ochib berdi ekan. Kafir ishlab chiqargan, kafirning tadqiqot markaziga chiqqan bo'lsa, foydalansan bo'ladi. Mu'minning yuturib qo'ygan narsasi hikmat deb. Kimdan kelgan bo'lsa, agarda dinimizga zid bo'lmagan bir narsa bo'lsa, u mu'minning yuturib qo'ygan narsa aslida uni elishga eng haqli kishi musulmon, shu mu'min deydi. Voy buni bu yaqin kelmaymiz buni deb onda qatmal shaklda tushunish nurg'un yaxshiliklardan, xayrliklardan insonni mahrum qilib qo'ydi amaliyotda. Shunday go'zal shaklda o'qiydi, tushunaydi dinimizni. Ondan keyin bir narsa so'zlaydigan vaqtimiz bu. Oldimizga kelgancha shunday zahar xandalarning gapini anglab, og'zini guldirlab, og'zimizdan chiqaversa bu so'zlar bilmagan shaklda dinimizdan ayrilib qolgan nurg'un jinoyatlar, gunohlarga kirib qolgan ish natijada. Alloh saqlasin deymiz. Rabbim ömür bersa, oldimizga hafta başka bir temada görüşkice aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.